Amerika davlatiga viza olish. Amerika davlatiga viza olishim uchun men qanaqadir strategiya qilishim kerakmi yoki kombinatsiya qilishim kerakmi? Do'stlar, bir narsani aytaman. Men bu narsalarni videolarda bu so'zlarni eshitib, kulib urib, tarafga til ojizlikda shunaqa bo'lib qoldim. Amerikan davlatida qanaqadir sir atvori yo'q. 10 yildan beri ishlab bir narsani bilaman do'stlar. Amerikani vizasini olmoqchimisiz? Kirayotgan maqsadingiz aniq bo'lishi kerak. Men maqsadga yarasha sizni anketada to'g'izilganlarni ko'rsatayotgan, taqdim etayotgan hujjatlaringiz va infolaringiz to'g'ri kelishi kerak bo'ldi. Ikkinchi etap bu suhbat bo'ladi. Hamma narsa zo'r, lekin suhbatda ozgincha siz javob bera olmasangiz, bundan ham отказ bera olishi mumkin. Shuni ham hisobga olasizlar. Demak, bu bilan nima demoqchiman? Amerikaga to'g'ri hammasini to'g'ri suhbatga borib to'g'ri topshirsangiz, kerak bo'lsa toza pasportga ham viza bosib beradi Amerika dedi. Ammo lekin vizaviy istoriya qilib turib, qanaqa davlatlarga chiqib turib, lekin borib turib topshirsangiz, отказ bosib qo'ysa, demak, suhbatda to'g'ri javob bermagansiz. Yoki de siz anketada noto'g'ri ma'lumot ko'rsatib qo'ygansiz. Mana ko'rdinglarmi, bu oddiy life hack edi sizlar uchun. Kimgadir ma'lumotlarim yoqqan bo'lsa xursandman va like, podpiska bosishni unutmang do'stlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.